Bismillahirrohmanirrohim. Adines buxgalteriya yozish. Uning uchun Telegramda mana shu narsani sketchat qilamiz. Men sketchat qilganman. Zagruzkaga kiramiz. Mana bu yerdan zagruzkaga kirasak, Telegramma bor. O'sha yerda mana shu yerga tushadi mana. Buni keyin mishkani yonini bosib, 7 zipni распаковать здесь qilib olsa, popkali qilib chiqarib beradi. Unga kiramiz. Unga kirgandan keyin mana bu narsaga kiramiz. Okey. Bu yo'g'a dalshi ustanavit. Bu yo'g'a ozgina kutiladi. Unaqa uzoq bo'lmaydi. Xo'p, bu yerda ustanavit driver защита kerak emas. Dalshi открыть файл Readme bu ham kerak emas. Programma tayyor bo'ldi. Okey chiqadi, okey qo'yib yuborsa bo'ldi. Xo'p, endi programmaga kirib turib, mana shu bazani ko'rsatib olish kerak bo'ladi programmadan. Mana okey qo'yib yubordi. Uspешно dedi. Kiramiz. Mana bu yerda hech narsa bo'lmaydi. Birinchi yozganda mana bu yerga добавотga kiriladi. Ikkinchisiga tushirib dalshi bu yerga firmani nomi yoziladi. Misol uchun firma nomi kim qanaqa yozsa yozadi. Dalshi mana bu yerdan boyga bazani topib ko'rsatib oriladi. Telegram papkasining ichida edi. Zagruzkada Telegram papkasida birsi baza. Hibrid papka. O'zi bu bazani da diskka olib qo'ygan yaxshi, keyinchalik disklar o'chib ketishi mumkin. Dalshi готово. Mana firma mashinaga ikkita bosib kiriladi. O'zi bu yog'ini buxgalterlar o'zi yaxshi biladi. Xo'p, bu yerda administrator bor, buxgalter bor. Administratorga kirib, firmani nomini o'zgartirib qo'ysa, bemalol offline rejimda buxgalteriya ishlarini qilsa bo'laveradi. Xo'p, bu yerda bir nimalarni to'g'irlagan, chislalarni to'g'irlagan deyapti. U bizga kerak emas. Предприятиеga bosib turib, mana firmani nomini o'zgartirib qo'ysa bo'ladi. Misol uchun, mana izmenit qilib turib, mana bu yerda o'zgartirilgan ekan. Xo'p, misol uchun firma deb yozib turaylik. Firma kimga qanaqa bo'lsa. Pastida okeysi bo'ladi. Mana notebookchamga sig'mayapti. Okey qilib turib, chiqib kirib olsa bo'ldi. Mana shu korxona degan korxona MCZ, firma MCZ bo'lib qoladi. Xullas, shunday shunaqa.